Butun dunyo ittifoqi ertaga Arafa, indinga hayit. Demak, bugun Zulhijjani 8-kuni. Payg'ambar alayhissalom aytganlar, bu kunda qilinadigan solih amallar boshqa kunda qilinadigan amallardan afzal turadi. Sahobalar so'rashgan, "Yo Rasululloh, hatto jihod hammi?" Hatto jihod ham illo moli va joni bilan jihodga chiqib, ulardan birortasi qaytib kelmasa, ya'ni shahid bo'lsa, buni ajri mustasno bundan. Demak, bu kunda qilinadigan amallar eng afzali, olimlarning ittifoqi Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh vallohu akbar, Allohu akbar va lillahil hamd. Ertaga Arafa kunini bomdod namozidan har masjidlarda boshlanadi. 23 mahal namozdan keyin ayni farzdan keyinlar shu takbirlar aytiladi. Alloh taoloni ulug'lashlik baralla yayraydi. Demak, indinga inshaalloh Alloh taoloning marosimi. Bu marosimni, bu bayramni biz bayramdek o'tkazishimiz kerak. Va yana bir eslatmaki, payg'ambar alayhissalom aytganlarki, kim Arafa kuni roza tutsa, Alloh taolo 2 yillik gunohiga kaforat qiladi. 1 yil avval o'tgan gunohiga, 1 yil kelasi insonlik qilib qilgan gunohlariga Alloh taolo kaforat qiladi. Ertaga inshaalloh ommatan rozani eslatma qilamiz. Inshaalloh ertaga Arafa kuni roza tutamiz. Indinga Xudo xolasa fasolli li robbika vanhar. Robbiz uchun namoz o'qing, ya'ni hayit namozini o'qing va vanhar, jonliq so'ying. Kim Alloh taologa qurbat hosil qilishni yaxshi ko'rsa, albatta jonliq so'yadi. Lan yanalalloha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sizlarni so'ygan qurbonliginglarni na qoni, na go'shti Allohga yetib boradi. Illo sizlardan taqvogina Alloh taologa yetib boradi. Siz jonliq so'yasiz, so'ygan jonlig'ingizdan o'sha qoni yerga to'kilar ekan, sizning gunohlaringizga kaforat bo'ladi. Go'shtini o'zingiz yeysiz, Alloh taolo sizni yaxshi ko'radi. Ajoyib bu. Alloh taolo kelayotgan hayit bayramlarimizni haqiqiy bayram deb o'tkazishligimizni, farzandlarimiz, ota-onamiz, yaqinlarimiz bilan xursandchilikda o'tkazishimizni Alloh taolo o'zi nasib qilsin va yana qayta hayit namozlariga, hayit bayramlariga Allohim bizni nasib qilsin. Zulhijjani 10 kuniga Alloh taolo bizni muvaffaq qildi. Bu kunlardan unumli foydalangan, ertangi kunda ro'zasini tutadigan, Alloh taologa bu kunlarda o'zimizni ko'rsatadigan solih bandalardan qilsin hammamizni inshaalloh. Va yana aytamanki, bu kunda zikrni ko'paytiring. Zikrni eng afzali bu kunlarda qilinadigan o'sha Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh vallohu akbar, Allohu akbar va lillahil hamd.